Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Xo'p, bugungi videomiz Pavlona ko'chatlari haqida bo'ladi. Pavlona nihollari ana hozir kovlanish mavsumida bahor oyida kovlanyapti. Bular hozir kurtak endi ochadigan, nasibsa bir oydan keyin ochadi kurtak. Hozir mana xaridorlarga mana shunday qilib pavlonalarni kovlab beryapmiz. Xo'p, pavlonalar hozir 1 yillik, hozir bu 1,5 yillik ko'chati niholi. Tomirlari ham juda zo'r. Juda nima tomirlari baquvvat bo'lib rivojlangan pavlona ko'chatlarni sotyapmiz hozir. Shunaqa pavlona ko'chatlar kerak bo'lsa, mana shu telefon raqamga, pastdagi video ostidagi telefon raqamga telefon qilishingiz mumkin. Bu pavlona ko'chati M1 navidan, M1 keyin FT navlari bor. Eng yaxshi o'sha material bob bo'ladigan, kelajakka 8 yil davomida bu zo'r material bo'lib yetishadigan navidan. Xo'p, buni materialni nima qilamiz deganlar, buni materiali pavlona daraxt rivojlanib katta bo'lgandan keyin buni materiali mebel sohasida ko'p ishlatiladigan material hisoblanadi. Stropila qilsa bo'ladi, bolor qilsa bo'ladi. Masalan, mana bunaqa uyga katta xonadoni, masalan, katta uchastkasi borlar, akkurat mana bu yerga ekib qo'ysa ham bir uyini burchagiga ko'z ochib yumguncha juda katta daraxt bo'lib yetishadi. Xo'p. Mana hozir bu yerdagi 100 ta dona ko'chat kovlanib olindi. Mana hozir texnik srez bo'lyapti. Texnik srez mana shunday qilib texnik srez bo'ladi. Bu kesib ekiladi, yonidan yangi kurtak ochib, mana pinniklarni yangi kurtak ochib baland bo'lib zo'r o'sadi. Xo'p. Mana shunday qilib pavlona eksalar, bir marta ekasiz, shu bilan qarash shart emas. O'zi bir yiliga 2-3 marta o'g'itini berib qarab qo'ysa juda zo'r rivojlanadi. Pavlona ekib daromad qilmoqchi bo'lganlarga M1 FT navlaridan mana shunday chiroyli qilib tomirli qilib kovlab berilibdi. Aloqa chiqingizda, manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida ekilgan bu navlar. Kelib o'qishingiz mumkin bemalol. Vohaliklar bemalol aloqa chiqinglar.